Ey Robbim, holimizga rahm qil. Sen rahm qilmasang, kimga yuzlanamiz? Qayerdan najot topamiz? Zotan eng mehribon, rahm shafqatli zot o'zingsan. Shu sababli bizlarni maxluqotlarning gultoji inson qilib yaratding. Sarvari koinot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ummat qilding. Mehribon, musulmon ota-onaga farzand qilib berding. Allohim, bizga rahm qildingki, ham aqlan, ham jismonan sog' salomat voyaga yetdik. O'zingni tanitding. O'zinggagina ibodat qiladigan, bayting bo'lmish masjidlarga talpinadigan qilib qo'yding. Yaratgan egam, bizlarga rahm qilganing sabab yuraklarimiz sening va Rasuling Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ishqi bilan uradigan bo'ldi. Kaloming, Qur'onga muhabbatli qilding. Uni sevib o'qiydiganlar safiga kirgizding. Dining yo'lida xizmat qilishni nasib etding. Shu yo'lda g'am chekadigan qilib qo'yding. Ey Robbim, rahmating va marhamating bilan bizlarni Ramazonga yetkazding. Undan jannatni qo'lga kiritib, taqvomizni mustahkamlab, qalbimizni isloh qilib chiqishimizni nasib et. Ey Robbim, holimizga rahm qil. Bilib bilmay qanchadan qancha gunoh va ma'siyatlarga qo'l urdik. Bizni afv va mag'firat ayla. Holimizga o'zing rahm qilmasang, batahqiq zalolatda qolamiz. Allohim, ota-onalarimizdan marhamatingni ayama. Bizlarni jannatingda jamuljam qil. Ahlimiz, farzandlarimizni o'zing rozi bo'ladigan holda tarbiya qilishimizga yordam ber. Bizlarga rahm qil. So'nggi nafasimizgacha haq yo'lingda bo'laylik. Ey Robbim, qiyomat kuni hamma sarson bo'lib turganda bizlarga rahm qil. Sen rahm qilmasang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham shafaat qila olmaydilar. O'sha dahshatli holatda bizdan rahmatingni ayama. Bizlarga jahannamni ravo ko'rma, bunga toqat qila olmaymiz. Ey Robbim, faqat sening rahmating ila jannatga kiramiz. Maqsadimiz jamolingni ko'rish. Bu saodatga bizlarni musharraf ayla, munosib bandalaringdan qil. Ey Robbim, holimizga rahm qil. O'zingning roziligingga erishtir.